Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Gollandiya Uyğur cəmiyyətinin küçük tətbiqi əsasən biz bugündən başlap şoferluq nəzəriyyə imtahanının nəzəriyyə qismini bir yürüş videoluq dərslik qılıb tayarladıq. Bugündən başlap bu dərslərimiz hər həftədə bir dərs YouTube kanalımızda taqdildi. Bugünkü birinci dərsimiz nəzəriyyə imtahanı, yəni qandaq imtahan, qandaq tizimlitimiz, imtihanның sol şəkilləri qandaq degəndək nöqtələrdə sizlər bilan qısqaça ortaqlaşıb ötürəm. Şoferluq nəzəriyyə imtahanı Gollandiyada CBR tərəfindən elindi. Yəni CBR Central Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, yəni Uyğurca tərcümə qılsaq, maşın haydaş iqtidarını isbatlash idarəsi degəndək tərcümə qılsaq boldu. Muş idare tərəfindən elindi. Gollandiyada 16 yaşdan başlap nəzəriyyə imtahanға tizimlətishqə boldu. Nəzəriyyə imtahanı 1,5 yıl küçkə ega. Yəni nəzəriyyə imtahanını bəgəndən keyin siz çoxum 1,5 yılның içində əməliyyat imtahanından həm ötüb boluşunuz kerak. Əgər də 1,5 yıl içində əməliyyat imtahanını ötüb bolamısanız, o vaxtda sizin nəzəriyyə imtahanından ötən isbatınız əməldən qaldı, yəni başqadan imtahan verişiniz kerak. Nəzəriyyə imtahanı CBR-ninki Gollandiyanın hər qaysı şəhərlərdəki orunlarda elib birildi. Nəzəriyyə imtahanı bəgil bolduğan CBR-nin orundan Gollandiyada 20 şəhəri var. Biz tövəndə bu şəhərlərini qısqaca yollab qoyduq. Yəni imtahanı tizimlatqan vaxtda özünlərinin adresi boyunca özünlərə yaxın turuşluq şəhərlərdə tizimlasanlar bu. İmtahanның haqqı, nəzəriyyə imtahan hər xil şəkillərdə boldu. Şu şəkillərə əsasən imtahan haqqı oxşmaydı. Yəni normal ölçəmlik imtahan haqqı, yəni normal imtahan ölçəmlik imtahanının imtahan haqqı 37 euro. Bu xil imtahanınki vaxtı 30 minut boldu. Bu xil imtahanda təxminən 10-dan 20-gəcə imtahan bərgüçüləri, kandidatlar bir imtahan zalının içində oturub birgə biridi imtahanını. Əgər də bu imtahanı CBR-nin bəzi orunlarda bu imtahan keç tərəflərdə və ya ki şənbə tərəflərdə elindi. Şuna əgər keç tərəfdə ya ki şənbə günləri imtahanı tizimlatqan bolsanız, o halda Gollandiyanınki xizmət qanunu boyunca, yəni keç tərəflərdə, hətta axırları işləyən vaxtlarda normal işləyənlərə bəzi yardımcı pullar qoşuldu. Şunun əsasən sizdən həm 37 euro imtahan haqqıga siz imtahan bəgən vaqtqa əsasən, yəni keç tərəf olsa saat qançada yoki şənbə günü degəngə oxşaş, yəni azraq qoşumcha bacılar qoşuluş mümkün. İmtahanның ikinci xil şəkli, yəni qoşumcha vaqt berilgan imtahan. Bu imtahan 45 minut şəkildə boludu. Bu imtahan həm normal imtahan bəgən zalda başqa imtahan bəgüçülər bilan birlə oturub birisiz. Lakin bəzi suallarda sizə berilgan vaqt normal imtahandan sal uzuraq boludu. Bu imtahanның vaxtı, yəni 45 minut. Bu imtahanның haqqı həm 49 euro. Biz Gollandiyada şoferluq nəzəriyyə imtahanını məyli Golland dili bolsun və ya ki başqa tildə bəgüçülərə muşu qoşumcha vaqt berilgan imtahan şəkildə tizimlətishni tavsiya qilamiz. Çünki bizning Golland tili bizning ana tilimiz bo'lganligi uchun albatta imtahan suallarini tushunish jarayonida ba'zi bir qiyinchiliklarga uchraymiz. Ham şoferluq nəzəriyyə imtahanida inkasning tiz bo'lishi talab qildi. Çünki mashina haydaydigan vaqtda inkasimiz tiz bo'lishi kerak. Shunga imtihanda ham inkasning tiz bo'lishi talab qilganligi uchun mushu til jihatiga ozroq yordamda bo'lish uchun mushu qo'shimcha vaqt berilgan imtihon shaklida tizimlashinglarni kuchli tavsiya qilamiz. Üçüncü xil şəkil bu nəzəriyyə imtahanı həm ingilis tilida bəgil boldu. İngilis tilida həm normal şəkildə həm qo'shimcha vaqt berilgan imtahan şəkilləri var. Bununki haqqı 42 euro 50 sentdan başlab başlandı. Dördüncü xil imtahan bir şəkli tərcüman təklif qilish orqali imtahan bir şəkli. Bu tərcüman təklif qilish orqali imtahan bergan vaqtda bunun CBR-dik haqqı 95 euro.
Çünki bundaq vaqtda siz tərcüman təklif qılıb imtahan bergen vaqtınızda CBR sizə ayrım bir işxananı hazırlap berdi. Yəni siz tərcüman və imtahan alğıcı 3 adam oturduğan. Şuna ayrım bir işxana hazırlap bergenlik üçün bu imtahanın haqqımı sal jiqraq boldu. Siz CBR tizimli bolğandan keyin andan tərcümanni özünüz qaysı tilda bermekçi bolsanız şunun asasen tərcümanni özünüz tizimlisiz, özünüz təklif qılısınız. Gollandiyada bu şoförlük nəzərə imtahanına tərcüman təklif qilish Tolkien.net degan bu tərcümanlıq şirkəti tərəfindən boldu. Torbet adresini qaldırıb qoyduq. Muş torbet kirgəndən keyin özünlər xalığan tilda bermekçi bolğan tərcümanni cədvəlini toldirish orqali tizimlasanlar boldu. Hozircha şoförlük nəzərə imtahanını 34 xil tilda tərcüman təklif qılıb bergili boldu. Tərcümanның haqqı imtahan haqqıdan ayrım 179 euro. Yəni tərcüman təklif imtahan bergen vaqtda 179 euro tərcüman haqqı, 95 euro CBR'ның imtahan tizimlash haqqı bolub, cəmi 300 euroga yaqin haqq ilindi degan gap. Uyghur tilimiz hozircha bu tərcüman təklif qılıb imtahan berishning ichida yo'q. İnşallah biz kelgusida buni amalga oshirish uchun tirishayapmiz. Endi yana bir xil eng oxirgi imtahan berish shakli, ya'ni yolg'iz yetakchilik qilib ilinadigan imtahan shakli, ya'ni bu alohida ahvollardagi odamlar uchun. Masalan, siz imtahan berishdan baq qo'rqadigan, bekchiq o'quvchilar bilan bir zalning ichiga kirib imtahan berganda haddidan ziyoda jiddiylashib ketadigan va yoki ba'zi bir psixikalik ruhiy kasalliklar sababidan shunday bir zalning ichida imtahan berolmaydigan jiq odamlar bilan va yoki boshqa har qanday jismoniy ruhiy jihatdagi ba'zi omillar tufaylidan imtahan berishda ma'lum bir to'salg'uga uchrasangiz, u vaqtda bu yolg'iz yetakchilik qilib ilinadigan imtahan shaklini tanlasangiz bo'ldi. Lekin agarda bu imtahan shaklini tanlagan vaqtingizda sizning haqiqatan shundoq to'salg'uringiz borligini isbotlaydigan hujjatlarni talab qildi. Masalan, doktorning ma'lum bir kasallik sababidan imtahan maydonida jiq odamlar bilan birga o'tirib imtahan bermaydigan bo'lsangiz, doktorning diagnozi qo'yilgan shu kasallikning isboti degandek. Endi bu xil imtahan shaklida shu imtahan olg'uchi odam imtahan savollarini sizga ba'zida o'qib beradi. Endi yolg'iz bir ishxonaning ichida imtahan berish imkoniyatingiz bo'ldi. Endi imtahan tizimlash usuli imtihonga ikki xil usul orqali tizimlatib bo'ldi. Birisi kompyuter orqali, ya'ni DXD nomerimiz orqali CBR'ning torbetiga kirib tizimlatib bo'ldi. Bu xil usulning ortiqchiligi, bu xil usul tizimlatgan vaqtda siz tizimlatgandan keyin tizimlash jarayonida qaysi shaharda, qaysi soatda, qaysi kuni imtihon bergansiz borligini bevosita tanlay olasiz. İmtihan tizimlatgandan keyin cho'qim 1 soat ichida pulni to'lashingiz kerak. Siz tizimlatib qo'yib pulni to'lmasangiz, siz tanlagan u kun, vaqt amaldan qoldirildi. Ikkinchi xil imtihon tizimiga oldirish usuli DXD kodi bo'lmaganlar uchun anfrag formulyariyani tizimiga oldirish jadvali orqali tizimga oldirish usuli. Biz tuvanda tizimga oldirish jadvalininki qisqacha rasmini berib qo'ydik. Bu jadvalni siz CBR'ning torbetidan tushira olasiz. Torbetdan tushirgandan keyin o'zingiz jadvalni to'shqizib CBR'ga pochta orqali avatsangiz bo'ldi va yoki email orqali. Siz avatgandan keyin CBR sizning jadvalingizni ko'rib chiqib, siz imtihon berishni xohlagan shahar, siz imtihon berishni xohlagan vaqtni sizga belgilab bekitish uchun bu jarayonda bir ikki hafta va yoki undan uzunroq vaqt ketishi mumkin. Ham CBR sizning bu jadvalingizni ko'rib, siz uchun tizimlatganlik uchun ham normal imtihon haqqiga 37 yevroga yana mos holda ba'zi haqlar qo'shilib bo'ladi. Eng qisqasi imtihon tizimlashninki eng qo'layli usuli CBRning torbetidan bevosita DXD orqali tizimlash usuli. Endi nazariya imtihoniga kelaylik. Nazariya imtihoni 3 turlik savollardan tarkib topadi. Birinchisi xatarni tunish savoli. Ya'ni xatarni tunish degan vaqtda bu turda jami 25 savol bo'ldi. Bu turdagi
suallar faqat rasm shaklida bo'ldi, ya'ni rasmga qarab mush 3 xil javobdan birini tanlash. Ya'ni hamma savollarning javobi o'xshash, ya'ni rammin tormozlash, xastoslarni mayni qo'yib berish yoki netiz hech nima qilmaslik. Mush 3 javobdan birini tanlaysiz. Ya'ni rasm qarab. Masalan, qanday tanlaymiz deganda, mana rasm qarasanglar, hozir mashinaning tezligi 50. Siz hozir bir yo'lda ketib turibsiz, bir aylanmaga kelibsiz, ya'ni 50 degan tezlik aylanmaga nisbatan tezlik. Shunga bu xil ahvol ostida siz mayni qo'yib berishingiz kerak. Yani bu turdaki suallar cemi 25 sual. 25 sualdan 13'ni to'g'ri ishlashingiz kerak. 12'ni xato ishlash haqqingiz bor. Bu turdaki sualning har bir savolga berilgan imtihon vaqti faqat 8 sekund. Normalda bu turdaki suallardan 100% hammadan o'tib ketadi. İnşallah keyingi darslarimizda biz bu turdaki suallarni qanday ishlaymiz, nimaga diqqat qilamiz, tafsil konuşmamız. Hem ikkinchi turdaki suallar, yani nazariy imtihonda ikkinchi va uchinchi turdaki suallar, yani imtihonda o'tamaganlarning ko'pinchisi mush ikkinchi, uchinchi turdaki suallarda ketkizib qo'yganlikda, yani ikkinchi turdaki suallar kenis fragen, yani bilish va tunish suallari. Yani nimani bilish, nimani tunish degan vaqtda, yani yo'lni ishiltish, yani yo'l mashina degan vaqtda yo'ldagi o'rnimiz qanday bo'ldi, kimga yo'llarimiz, kim boshda mangdi, yani alohida yo'llar, masalan, tasrifli tash yo'llarda qanday mangmiz, shahar ichidagi yo'llarda qanday mangmiz, oyliklar rayondagi yo'llarda qanday mangmiz. Har xil mashinaga doir, masalan, mashina to'xtatish yoki tasrifli tash yo'lga kirish, chiqish, mashina kayniga yondirish, mushunda alohida ahvollardagi ba'zi bir qoida tuzumlar. Yani mashina yani bexatarlikka diqqat qilib haydash, ba'zi bir alohida ahvollarda qanday qilish to'g'risidagi savollar, barliq qatnash belgilari, yo'ldagi qatnash chirog, shularni tushunish savollari, yo'lda mashina haydagan vaqtda muhitga diqqat qilgan asosda mashina haydash, mashinaga doir barliq qoida tuzumlar, masalan, aroq ichib mashina haydash, aroq ichib mashina haydaganda qandoq bo'ldi degandek. Ondan mashinaning o'ziga doir ba'zi bilimlar, masalan, mashinaning uzunligi qanchalik, kengligi qanchalik, shoferlik kinishkisining vaqti qanchalik, keynimizga kozib yetib degan vaqtda uning uzunligi qanchalik va yoki mashinaning ichidagi har xil chiroqlarni tunish degandek. Yani mushu bilish va tunish savollari, bu turda 12 savol bor. 12 savoldan 10 savolga cho'qim to'g'ri javob berishingiz kerak. Faqat 2 savolni xato ishlash haqqingiz bor. Endi 3-turdagi savollar inzicht fragen, yani biz baya degan qoida tuzumlarning hammani amaliy ahvolda ishiltish va tadbiqlash savollari. Bu turda 28 savol bor. 28 savoldan 25 savolga cho'qim to'g'ri javob berishingiz kerak. Yani 3 savolni xato ishlash haqqingiz bor demak. Ikkinchi va uchinchi turdagi savolda faqat va faqat 5 savolni xato ishlash haqqingiz bor degan gap. Normalda imtihondan o'tamaganlarning hammasi mush ikkinchi, uchinchi turdagi savollarda xato ishlash o'lchamidan chiqra xato ishlab qo'yganlik uchun imtihondan o'tamaydi. Tuanislarni imtihon savollarining shakli bilan qisqacha tunishtirib o'tamiz. Yani imtihonda savol shakllari birinchi yo'tkash savoli, slip frag. Yani sizlar rasmda ko'rgandek, yani kim boshda mangdi deb 1, 2, 3 deb sonlar bor. Shunda birinchi olib mangdigan odamga birini yo'tkab qo'yamiz, ikkinchi olib mangdigan odamga 2, uchinchi olib mangdigan odamga 3. Mushta berilgan sonlarni yani yo'tkab kim boshda mangsa shuni ustiga qo'yib qo'yish savol. Taq shaklli yo'tkash savoli, yani buningda masalan kim boshda mangdi va yoki kim oxirda mangdi degan bo'ladi odatda savolda. Yani savolga asosan shu javobni faqat savolga asosan javob savoli. Uchinchi xil savol hotspot frag, yani bu masalan ma savolda tuvandagi belgilardan qaysi mashinaning motorining belgisi edi, mushta har xil belgilar berildi. Mush belgilardan to'g'ri javobni chekib tanlash savoli. Yani 4-chi xil savol shakli, yani ha yoki yo'q deb javob berish savoli. To'g'ri javob qaysi bo'lsa shuni tanlaymiz. Yani eng oxirida bo'sh o'rin to'ldirish savoli, infil frag. Bu turdagi savollar masalan
bir yo'lning belgisi berilgan bo'ldi. Bu yo'lda eng yuqori haydash tezligingiz qancha va yoki mashinaning keyinda kuzov bo'lsa, kuzovning uzunligi qanchalik bo'lishi kerak degandek, shunda son sifirlarni yozish orqali savoli. Biz bu darslik videolarimizni CBR'ning tor betidan foydalanib ishildik. Tövəndə CBR'ning tor bet adresini ham qoldirib qo'ydik. Golland tili yaxshi bo'lgan qarindoshlarning tor bet kirib ko'zdan kechirib chiqishni tavsiya qilamiz, chunki tor betda ham shoferlik nazariya imtihoni to'g'risida va amniyat imtihoni to'g'risida har xil foydalanishga tegishli taklif, fikrlar bor. Bu ham CBR'ning aloqalash telefon nomeri. Albatta, bu darslarımızda ham biz bu darslarimizni eng ishonchli manbalardan to'g'ri shaklda sizlarga yetkazish uchun tirishdik, lekin inson bo'lganligimiz uchun balki ba'zi xatoliklar yuz bergan bo'lishi mumkin. Bu xatoliklarni payqagan vaqtinglarda videomizning ostiga inkos orqali qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Bu darsliklar Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq tashkiloti ma'rif va tashviqot bo'limi tarafidan tayyorlandi. Ma'rif va tashviqot bo'limimizdagi fidoilar bu darslik videolarni normal xizmat vaqtidan sirt vaqtlarda tayyorlaganlik uchun hozirgi sharoitimizda faqat bir haftada birli video yo'llay olamiz. Bu turdagi videolarning texmi ko'plab chiqishi uchun bizni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llashinglarni umid qilamiz. Bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Keyin qitimliq darsimizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar.